وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. يا مكة يا مكة ما أبهى لقيانا لبينا والسعد وفانا والسعد وفانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Hürmetli qarindoshlarım, biz ihrom kiydik. Talbiyalarni etdik. Tog' daryolar, dengizlar, o't yoshlar biz bilan tang talbiya etdi. Zulhajjining 8-kunisi Arafat kunda Allah bilan uchrashish uchun tayyorlik qilish yuzidan Minaga chiqdik. 8-kuni Minaga chiqdik. Biz dedik Arafat Zulhajjining 9-kunisi. Biz nima uchun 8-kunisi Minaga chiqdik deganda Alloh subhanahu va taolo bilan uchrashishga tayyorlik qilish uchun chiqdik dedik. Arafatga chiqib nima deysiz desa, Arafatga chiqib tunji bo'lib, birinchi bo'lib Allah Celle Celaluhu'nun mening gunohimni töp yıldızdan juvitishini tilayman dedik. Bu har bir mu'minning tilashtiglik orzusi. Sen bir munch gunohni otib turib, yen Allohdan nima tilaysan? Shuning uchun Allohdan boshqa narsalarni tilashdan burun gunohingni tilaysan. Sen o'zingni nijosatdan poklaysan. Shuning uchun Arafatga chiqib, ey Robbim, mening gunohimni yeb qo'yish bilan birga bo'lsa, osh noma amal daftarimdan juvassila. Farishtalarga mening o'ng mo'ram, so'ng mo'ramdagi farishtalarningki mening yozgan gunohlarimni osh daftarlardan o'chirgizvassila. Mingsdan juvassila. Qiyomat kuni men aslimay mahsharga kuni siz mening yuzimga sammisla deb mushu arzuda Arafatga chiqimiz dedik. Xo'sh, uningdan burun Allohning afusini tilab biz butun musulmonni afu qilaylik dedik. Chunki Allohning afusini tilaganimizda o'zimizning Allohga bo'lgan mush tilakdagi samimiyatimizni bildirib qo'yaylik dedik. Arafat kunisi bir odam 100 to'ga 100 qo'yni Arafatga ochdi. Ochqib mush kun asr bo'lgan vaqtida 100 to'gini qurbonlik qildi. Va 100 qulni ozod qildi. 100 qulni ozod qildi. Arafat lazzi keldi. Voy, paloni 100 qulni ozod qildi deb. Mahsharga maydonda barliq hojilar qo'lni ko'tarib, ey Robbim, paloni bendan chig'ida 100 qulni ozod qildi. Voy, sen bizni ozod qilsang nima bo'ladi deb duolar qo'l ko'tarildi. Demak, biz Allohga samimiyligimizni bildirish uchun, Allohning afusini tilashdagi samimiyligimizni bildirish uchun butun musulmonlarni afu qilib, qalbimizni sog'lom, pokiz qilib Arafatga boraylik dedik. Xo'sh, Zulhajjiningki 9-kunisi Arafatga bordik. Men bu haqda
mushu mazmunga aloqador va mush Arafat tugan qarindoshlarga xush bishorat bo'ladigan bir hadisni bayon qilib beray. Bu har bir Arafatdagi musulmon uchun cheksiz xushallik. Bu hadisdan Alloh subhanahu va taolaning Arafat ahlini ne qadar so'ydiganligini ko'ra olamiz. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu shunday deydi. Biz Rasululloh bilan Arafat tugan edik, kun o'ltirishga oz qoldi deydi. Shu asnoda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Bilal radhiyallohu anhu chaqirib, "Ey Bilal, sen kishilarni jimoqto'g'in, ya'ni boshqalar mening so'zimga quloq solsin" dedi. Bilal radhiyallohu anhu, "Ey musulmonlar, Rasulullohning so'ziga quloq solinglar" dedi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam, "Ey Arafat ahli, mana hozir Jibril alayhissalom keldi va sizlar Arafat ahliga Alloh jalla jalaluhuning salomini akeldi." Nima degan gap qarindoshlar? Ya'ni Arafat ahliga Alloh subhanahu va taolo salom qildi. "Assalomu alaykum ey Arafat ahli" dedi. Rabbimiz, bütün kainatning Rabbi, cheksiz qudrat, kamolat egasi, bütün kainatga rizq berguchi, mush kainatdagi eng kichik maxluqdan eng gigant maxluqcha rizq berguchi, shularning ishini loyiqida o'rinlashtirguchi, necha milliard insonlarning tilakini, duosini, shikoyatini anglaguchi, bütün kainatni tasarruf qilguchi zot Arafat ahliga salom qildi qarindoshlar. Nima degan sharaf, nima degan ulug'liq, nima degan so'ygu. Robbimiz taolo mahsharga ahliga, ya'ni mahshar ahliga, ya'ni Arafat ahliga salom qildi qarindoshlar. Navoda Alloh subhanahu va taolo siz bizlarni shu Arafatga muyassar qilsa, demak Robbimizning salomiga erishimiz. Buningdan cho'ng ne'mat bormi? Buningdan cho'ng bir sharaf bormi? Rasululloh davomlashtirib, Alloh subhanahu va taolo Arafat ahlining gunohini butunlay kechiribdi dedi. Ya'ni Jibril alayhissalom Rasulullohning qashiga kelib Allohning salomini olib keldi va shundaqla Allohning Arafat ahlini kechirayotganligini yetkazdi. Umar radhiyallohu anhu o'rnidan turib, "Ya Rasululloh, bu xush bishoratlar, Allohning salomi, Allohning bu Arafat ahlini butunlay kechirib o'tishi mush bizlar uchunmi yoki keyingilarigami mushu sharaf bulamdi?" debdi Payg'ambar alayhisalom. "Bu sizlar uchun va sizlardan keyingi ta qiyomatgacha Arafatga kelib haj qilgan kishilar uchun" deb mana bizlarga mushundoq buyuk, yuksak bir ulug' bishoratni berdi qarindoshlar. Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamdlar bo'lsin. Jonijon payg'ambarimizga durud va salomlar va hurmat, ixloslar bo'lsin qarindoshlar. Ya'ni men kechirguch Allohman, afuwach Allohman deb tunishdi. Shuning uchun Alloh kechirvasa, kimi bir narsa deyalasin? Alloh afu qilvasa, kimi e'tiroz qila olsin? Alloh xohlaganni kechiradi, xohlaganni azoblaydi. Bu Allohning mutlaq huquqiy qarindoshlar. Shuning uchun karamlik Alloh mana men Arafat ahlini kechiryaptim deb Jibril orqali vahiy evatdi. Xo'sharnarlik shuki, bu xush bishorat faqat shu zamondagi Rasululloh bilan birga turgan sahobalar emas, balki mush kundagi ta qiyomatgacha Arafat ahliga bo'ldiganligi
Rasulullah'ның ağız bilen bayan kılındı. Şundak Allah keçürüydü qarindaşlar. Çünkü Allah subhanahu ve taala seni neçe milyon adamның içinden tallap, jutungdan haramga akilib, Arafat turg'izib keçürmesmi? Allah seni keçirish uchun akeldi. Seni har xil yo'llar bilan, har xil sabablar bilan u yerga akilishlik sabab seni keçirmoqchi. Shuning uchun Allah akeldi. Shuni keçirdi qarindoshlar. Abdullah ibn Mubarak deb naati taqvo, zohid, olim, katta bir kishi bor edi. Bu kishi Arafatda Sufyan-ı Savri deydigan bir olim bor. Yani İmam-ı Azam Abu Hanife rahmetullah aleyhdek olim, belki şu zatlan zamanda yaşayan acayip bir katta olim. Mustaqil bir mezhep egisi, mujtahid olim. Şunu qaşığı kelib Abdullah ibn Mubarak so'radi. Ey Sufyan, bugünkü muş insanlar top içideki, muşu Arafat'taki insanların topu içideki en baxtsiz adam kim o debdi. Bugün muş insanlar içideki en baxtsiz adam mening günahimni Allah keçirmeydi o deb Allah'ın hakkında yaman guman qilgan adam dedi. Şunun için Arafat'a çıkıp samimi tövbe qilgan, rastçıl tövbe qilgan ve tövbesinde çın turuşqa bel bağlagan her bir hacilerimiz hoş bisharat alaylı ki hemminglar, belki hemmimiz anadan to'g'ma qaytimiz, oq xasida qaytimiz. Ama hajdan qaytgan ki ahvolimizni hammamiz o'zimiz bilaylik. Bulgayımız mı, hacni buzumuz mu, ya şu betim şunu saklap kılıp Allah'ın aldığı pakiz, güzel bir halata barımız mı, bu özümüzge bağlıq. Hadis-i şerifte Allah subhanahu ve taala şundaq deydi o qarindaşlar. Yabna Adam, ma da'awtani ve racawtani ghafartu lak. Ey insan, sen qaçanliki davamlıq mendin günahını tileydikensen, dua qildikensen, mendin ümit qildikensen, men seni keçirüytime. O senin günahının türü, karakteri nem buluşuna men parva qilmayman. Qanda günah, meyli jih bolsun, meyli rezil bolsun, vahşi bolsun, yuğan bolsun, men keçirüytime. Ey Adam, navada senin günahın osmanның qariga ulaşkan bolsun mu? Sen ümitsizlenmey, üzerine tunup, hata yoldan yinip, günahını tilisen, perva qilmasdan günahını keçirüytime. Ey insan balası, sen tağdak, Tiyanshan tağdak, Himala tağdak, aşında günah olan kelsen, eğer tövbe qilsan, samimi tövbe qilsan, men aşındaq miqdarda, belki senin günahının miqdarını neçhassa köp miqdarda san keçirim tayalab qo'ydim, deydi qarindoshlar. Mana bu bizning Rabbimiz. Biz şu Rabbga ibadat qilamiz, şu Rabbimizga taat ibadat qilamiz, şu Rabbimizning rizoligini izlab haj tavob qilamiz qarindoshlar. Biz yuqoridagi hadisda shundaq dedik. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam eliq so'rab kelgan odamlarga javob berib, ammo sizning Arafat tugan maslanglarga kelsak, Alloh subhanahu va taala Arafat kunsi birinchi qavat osmonga tushib, Arafatdagi mu'min musulmonlar bilan faxrlandi dedi. Allah subhanahu wa ta'ala bir günahkar bende bilan faxrlanama qarindoshlar. Bir asi bende bilan faxrlanama. Allah subhanahu wa ta'ala o'zi yaxshi ko'rmagan,
o'zi kechirim bermagan bir banda bilan faxrlanadi. Bu hargiz aqlga, mantiqqa uyg'un emas. Alloh qachon faxrlandi desanglar, aş pak, pakiz, cennetke layık faxrlangidek adamlar bilan faxrlandi. Demek Rasulullah dedi, Arafat'ta Allah subhanahu wa ta'ala Arafat ehli bilan faxrlandi deganlik hammasini kechiryapti. Hech qanday bir gunoh qo'ymadi, pakiz bo'ldi. Ularning sahifasi savab nomi amal solihlar bilan to'shdi deganlikni bildirdi qardoshlar. Mana bu Arafat. Şunun Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem el-haccu arafa degan. Hac demek, Arafat demek degan. Xuddi kechilarning ichida, maş 360 kundagi kechilarning ichida Laylatul Qadr kechasi, yani Shibi Qadr kechasi ulug' bo'lgandek, kunduzlarning ichida Arafat kundek ulug' bir kun asla mavjud emas qarindoshlar. Şunun üçün bu günni çin tutuş, bu günde aş tileydiğanını tilep, arzu kıldığanını arzu kılıp, zikri bilen, telbiye bilen, Allah'ın aldığı puçuluş bilen, yalvuruş bilen, zarınış bilen, iltica kılış bilen ötküzdüğün gün karındaşlar bu. Bununla dikkat kılaylı. Ayşe anamız Resulullah'dan hadis bayan qilib shundoq deydi. Qal ma min yawmin aksar min an yu'tiqallahu fihi abdan minan nar min yawmi Arafa deydi. Ayşe anamız shundoq deydi. Resul Ekrem sallallohu alayhi ve sellem mundaq degan. Allah subhanahu wa ta'alaning maş arif kundek insanlarını köp dozaqdan qutquzdigan bir kuni yo'q deydi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala maş insanlarını her vaqt mümkün dozaqdan xalos qilish mumkin. Ammo eng jiq insanlarını dozaqdan xalos qilgan kun Arafat kunidir deydi. Shunchola jiq odamning soniga biz kirolmasmizmi qarindoshlar? Allah'tan tilasak bizni kirgizmasmi? Vay biz tunuğan, biz ibadet qan Allah özünü bizge nemi deb tunuşturdu qarindoshlar. Keremlikmen, apucammen, mehribanmen, şefqatlikmen, suyumlikmen, bendelerimge muhabbet izhar qilguchiman deb özüne nahayeti güzel isim sübetlen tunuşturgan Allah. Şu günüse, şu Arafat günüse azat kıldığan şu tümen min kişilerin qatarıdan bizni urun ağusmas mı ya qarindoshlarım? Onda emas. Men işinime hammamiz şu günde samimi bo'lsak, cho'qim Allah dozaqdan azat qilgan kişilerin qatarıdan urun alalaymiz. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala biz bilan faxrlandi. Ondan keyin farishtalarga dedi: "Ey farishtalarim, sizlar anglab qo'yinglar. Mening bu Arafatdagi bandalarim mushundoq choshlari chuvilgan, kafanlarni kiygan, uy makonlarini tashlagan, mushundoq holatda mening oldimga mening rahmatimni deb keldi. Agar ularning gunohlari qumning sonida ko'p bo'lsa-mu, yomg'irning tomchilarini sonida ko'p bo'lsa-mu, dengizning kubigidek zo'r bo'lsa-mu, men ularni kechiryaptim. Ularni kechiryaptim, ular duo qilgan kishilarni kechiryaptim degan Alloh subhanahu va taolo Arafatda bizni kechirmay qilami qarindoshlar. Mana bu Arafat. Bu Arafat qarindoshlar, bu Arafatning ikki xil ma'nosi bor. Bunun bir ma'nosi tunush degan bo'ldi. Nimani tunush? Har bir inson o'zini tunush, gunohin tunush, e'tirof qilish degan bo'ldi qarindoshlar. Agar shu Arafatda gunohimizni tunib, e'tirof qilib, men gunoh o'tkazdim, endi yaxshi odam bo'laman deb iroda bog'lab, Allohga o'zimizning samimiyligini ko'rsatib qo'ysak, bo'ldi ishimiz bitti qarindoshlar.
keyingi hayotimizda Allah va Allah'ның Rasuli xo'shal bo'ldik. Rasululloh bizni ko'z kulimsirgidak. Alloh jalla jaloluhu bizni ko'z faxrlangidak holatda yashay olsak, bizning ishimiz chuqum putidi qarindoshlar. Shuning uchun bu Arafotdek ulug' bir kunduz asla mavjud emas. Mana biz Arafat turish bilan hajning farzlardan bo'lgan katta bir farzni ado qilgan bo'lamiz. Biz nima uchun Arafatda turamiz? İbrahim alayhissalom Xoni Kabini silib Arafatda tug'an. İbrahim alayhissalom Hajar onamiz bilan İsmoil alayhissalomni mush Xoni Kabining qishida hech qanday o'tgiyoh yo'q, bir inson yo'q yerga tashlab qo'ygan. Shuning bilan Arafatga kelib Allohga iltijo qilib, Robbana, ey Robbimiz, inni askantu, ey Robbim, men ballarimni mushundaq hech qanday bir gulgiyoh yo'q, qoqasliqqa tashlab ketdim deb shu yerda Allohga iltijo qilib, duo qilib zarlangan joy Arafat. Shuning uchun biz Arafatga chiqib, zarlanib iltijo qilamiz. Arafatga chiqishning yana boshqa sirlari bor. Men deb o'tdim, bu Arafatda o'zimizni faxrlaymiz qarindoshlar. Arafatning sirlarini davomli so'zlaymiz. Xo'sh, Arafatdan yenib Muzdalifaga keldik. Muzdalifa bo'lsa haramning chegir doirasiga kirmaydi. Balki haramning busug'isi hisoblandi. Arafat mı şundaq? Arafat haramning sirti hisoblandi. Haj faoliyatlari o'tkaziladigan o'rin Arafat o'rin qatoriga kirdi. Ammo haramning chegirasiga kirmaydi. Ammo Muzdalifa haramning chegirasining darvozasi desak bo'ladi. Balki haramning qishi desak bo'ladi. Amda nima uchun bu Arafatda yenib Muzdalifada bir kecha osmonni yotqon qilib Muzdalifadan iborat bu qoqos qattiq zaminni ko'p qilib shu yerda Arafatdan qaytib kelib xubtan bilan namoz shamni shu yerda jami qilib nima deb shu yerda yotimiz, uxlaymiz qarindoshlar. Asli biz nima uchun haramning chegirasidan Arafatga chiqdik desak, Arafat haramning chegirasining sirtida. Allah subhanahu va taala bizni Arafatdan iborat joyga olib gunohlarimizdan poklab, ondan keyin haramiga kirdirmoqchi qarindoshlar. Chunki biz bir katta hurmatga sazovor bir kishining huzuriga kirmoqchi bo'lsak, kiyimlarimiz pokiz, badallarimiz pokiz, ig'izlarimiz pokiz, ratlik holatda kiramizmi yoki undaq emasmi? Biz haramga kirdik degan gap Allohning huzuriga kirdik degan gap. Allah subhanahu va taala bizni Arafatga olib poklab, bizning Allohning huzuriga kirishga loyiq shaklda qilgandan keyin ondan keyin o'zining haramiga kirishga ruxsat qildi. Biz Allohning haramiga kirish uchun, ya'ni Allohning chegir doirasiga kirish uchun bir kecha haramning busug'isida beshimizni qo'yib uxlab, Allohning ruxsat qilishini kutib Muzdalifada yotamiz. Allohning bu haramining busug'isida yotamiz. Chunki bizga hajning 10-kunisi, ya'ni dal Qurban hayit kunisi Allohning haramiga kirish ruxsat qilindi. Shuning uchun Muzdalifada yotamiz qarindoshlar. Allohning huzuriga kirish uchun 3 ratda yotamiz qarindoshlar. Allohning huzuriga daxil bo'lish uchun o'zimizning bechoraligini, o'zimizning ojizligini e'tirof qilib, Allohning haramiga bizni qabul qilishni orzu qilib, zaminni ko'pa, osmonni yotqon qilib, shu hech qanday bir uy yo'q, hech qanday bir chidir yo'q,
bir boşlukda yetip Allah'ın izni birişini saklaymiz. Mana bu muzdebide yetişimizdeki sır mavu. Nima deb Arafatga chiqdimiz? Arafat degan gunohdan poklanadigan haramning sirtidagi bir joy. Biz kiyim almashtirsak, mehmonlik uyida almashtiramdik yoki da qaznaq chetlik uyida almashtiramdik. Biz meynat kiyimlarimizni gilamning ustiga salamdik. Pokiz mehmonlik uyga salamdik yoki shuningga loyiq bir uyda salamdik. Shuningga o'xshash Alloh buyukdir. Bu misolga o'xshat qilolmaydi. Lekin tushunish uchun men sizlarga misol keltirdim. Haram Allohning eng muqaddas joyi. Haram Allah bilan mu'min musulmon bandalar uchrashadigan ulug' joy. Bu ulug' joyga kirish uchun musulmon gunohdan pok bo'lish kerak. Shuning uchun bizni Arafatga chiqib, bizni gunohdan pokizlab, shu yerda gunohimizni tilitib, shu yerda Alloh gunohimizni afu qilib, pokiz anadan to'g'im bo'lganda, ondan keyin Minadan iborat, Xoni Ka'badan iborat mush haramga Alloh kirishga bizni ruxsat qiladi. Shuning bilan haramga kiramiz. Chunki bizda do'q har qanday bir alohida sorunga, masalan biz ba'zi filmlarda ko'ramiz, podshohlarning, cho'ng boshliqlarningki huzuriga kirish uchun bir qoida, yusun, murosimlar bor. Shu murosimning qatorida Arafat bir murosim, Muzdalifa bir murosim. Biz Arafatda gunohlarimizni e'tirof qildik, tövbe qildik. Qaytadan adam bo'lganligimizni Allohga bildirdik. Buningdan keyin haqiqiy musulmondak yashaydiganga va'da berdik. Buningdan keyin ishlarimizda Alloh va Allohning rasulining rizoligini izlayman deb hajga keldik va shu hajni ado qildik deb Arafatda nurg'un Alloh bilan suhbat o'tkazdik, tilidik. Endi haramning bo'sug'isida yotdik, endi haramga kiramiz. Zulhajning 10-kunisi haramga kirib cho'ng shaytonga tash atamiz. Endi bu cho'ng shaytonga tashni nima deb atamiz qarindoshlar? Tashni tashliqdan terimiz. Tashni tashqa atamiz. Buning mazmuni nima? Bu nima degan gap? Tek bir kun etib to'xtab qolmaymiz. Birinchi kuni cho'ng shaytonga tash atamiz. İkinci günü çoğun şeytan, küçük şeytan, oturan şeytanı taş atımız. Aldırğalla hettinkin 2 gün, yani hetinin 3. gün atıdı. Aldırmağalla hetinin 2. 4. günü atıdı qarindoshlar. Mana mushundaq atımız. Bu şeytanga taş etish nemini ifodalaydi? Bu taşni tashqa etish nemini bildirmoqchi? Buni bilmoqchi bo'lsanglar, keyingi darsimizga quloq solinglar. Assalomu alaykum. The policies and attitudes at the UN. Allah, Allahu 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 Allah.